Bunday Starex'ga qo'ygan motorimizni yurgizib oldik. Assalomu alaykum hammaga. Tayyor bo'ldi. Hamma yoqni yurgizib bitirib tuglarni ulab qo'ydik. Kompyuterlarni joylab. Hamma yog'i tayyor bo'ldi. Hozir bitta yurgizib tekshiramiz. Yonishlari ham yarim kalta ko'taydi. Motor o'ta baquvvat. Tablosigacha yangi qo'ydik. Eko tablodan qo'yildi. Burchaklari ulab. Hammasi как zavodskiy bo'ldi. Motor ishlashlari ham bilinmaydi. 5 shumli motor. Ertaga xudo bo'lsa bitta minib ko'rib, tezliklarni hammasini birgalikda sinaymiz. Tablodagi jamiki datchiklarni ishlatib qo'yganmiz. Datchik, benzin datchik. Hamma narsa ishlaydi. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqarsizlar, xudo bo'lsa ishlari chiroyli qilib beramiz. Ishxonamizda ishlar davom etmoqda.